Atalıkның malın baktım baherde. Atalıkның malın baktım baherde. Özü tutmay uyatadı seherde. Şirya aşlayay gözünün yaşındayı. Çakmak taşlarını bir nehirde. Yüreğimde barkuradı tütüller. Bana köngel birin bari bütünler. Hayran olmuştum sevgenimden iyi dostlar. Gözüm yolda könlüm yağdaşı günler. Kızıl kumda oyuna sürsem sürünmez. Ya dillerde cefa çıksam bilinmez. Ya dillerinin bağı bilen bahçesi. Öz yurtumda yan takınca görünmez. İnson o'tishi mumkin bu yorug' olamdan. Jisman bizni oramizdan ketgan bo'lishi mumkin, lekin hamisha ruhban biz bilan birga bo'lgan mana shunday ovoz, sohir ovoz sohiblarini, Davudiy ovoz sohiblarini har gal eshitganingizda ularni yana xuddi endigina eshitayotgandek ruhingiz yayraydi va ularni yana boshqacha kashf eta boshlaysiz. Assalomu alaykum. Bu Mo'ysafid dunyo qanchadan qancha ulug'larni, shoiri, olimlarni, fuzalolarni ko'rmadi deysiz. Har bir insonni kelishi va ketishida ulug' bir hikmat bor. Hech bir inson bu yorug' olamga shunchaki kelib ketmaydi. Azizlar, bugun biz ham Davudiy ovoz sohibi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, elimizning ulug' farzandi, Xorazm elining bulbullaridan biri, Komiljon Otaniyozovning eng suyukli shogirdlaridan Rahmatjon Qurbonovni bugun shirin xotiralar bilan yana bir bor yodga olamiz. Dasturimizda barcha taklif etilgan mehmonlarga qo'limiz ko'ksimizda xush kelibsizlar deymiz, aziz ustozlar. Xotiraga bo'lgan hurmat uchun, o'tganlarga bo'lgan e'tibor uchun tashakkur sizlarga. Dastlabki suhbatimizni bizni san'atimizning onaxoni, o'sha siz bilgan, o'sha siz yaxshi ko'rgan, o'sha siz sevgan, shahlo ko'zli, qalam qoshli, Xorazm elining chiroyli bir bulbuli bu inson. O'zbekiston xalq artisti Gulsiraxonim Yoqubova bugun hozir bizda mehmonda o'tiribdilar. Olqishlarimiz va albatta cheksiz muhabbatlarimiz, hurmatlarimiz sizga. Xorazm elidan shu shogirdingizni hurmat qilib kelibsiz. Sizga tasanno onaxon. 58-yili Kamiljon akam bizani tayyorlash uchun Xorazmga borgan, olib ketganda Lazgan Xorazm mas'ullari raqs ansamblini. Shunda Rahmatjonni dadasini, onasini bizlar bilan birga olib kelganlar. Sho'tga, Toshkentga. Dekadaga tayyorgarlik ko'rish uchun. O'sha paytda Rahmatjon kichkinagina bir bola edi, tug'ilgan edi.
bevosita sizlar Lazgi ansamblida uchrashgansizlar. Lazgi ansamblida uchrashdik. Sizga rahbar bo'lib kelganlar. Rahbar bo'lib Shu paytda sizga qo'shiq taqdim etganlar. O'sha qo'shiq tarixini bir aytib bering. Duetni mana shu bobojonimni-da. Bobojonimni aytasiz, meni chaqirdilar-da, aytasiz, Gulli dedi. Endi meni yaxshi ko'rardi-da, shuning uchun Gulli deb chaqirardi. Hech vaqt Gulsara opa demasdi. Shu Gulli beraga o'tiring bu yerda dedi. Ne oldu Rahmatjon dedim. Oxir uyalmışsanmı oxir sen? Nechatdim desam. Hamma aytib yuribdi, u ashulalarni sen ham aytishing kerak. Qaysi ashulalarni Rahmatjon dedim. Bobojon, yo'q, men Bobojonni aytmadim. Men yoshman hali, kampir bo'lganim yo'q desam, hammasi o'tirganlar kulib ber. Endi dedi, siz dedi teatralni tamom qilgansiz. Muqimiy teatrida 12 yil ishlagansiz. Endi sahnaga chiqmasangiz bo'lmaydi. Bu yerda ham ashulangizni aytasiz, ham mana shu otam bilan ikkalangiz chiqib konsertda shu Bobojonni aytasiz dedilar. Qani endi Muhabbatxon bir uyalaman. Endi ustozlarim qanaqa nima der ekan, ustozlardan so'ramasdan qanaqa bo'lar ekan deb nima qildimda, yo'q, bir amallab Duruzbonarodovda Xalqlar do'stlik saroyida birinchi Lazgi ansamblini mana shu Rahmatjon tayyorlagan ansamblni konserti bo'ldi. O'zimizni ashulalarni aytib bo'ldikda, endi Bobojonga navbat keldi. Endi qo'llarim qaltiraydi, hamma yog'im qaltiraydi. Qanaqa qilib aytsam ekan, qo'rqa qo'limdan ushlab aytsan, odamsan, o'zini chiqsan, o'zi deb kelib hargiz nima qilyapti. O'sha qaltiraganlaringiz tabiiy chiqqan, zo'r chiqqan qaytanga. Keyin chiqdik, Otamurod akam bilan ikkalamiz, Otaramon Hajiyev, Xudoyim yotgan joylari jannat bo'lsin. Endi Muhabbatxon shunaqa qarsak bo'ldi, oyoqim qaltiraydi, qo'llarim qaltiraydi. Sahnani orqasida turib, gullachaq, salomatchiq, chiqaqir, chiq deb yoqtirib berdi orqamdan. Yo'q, yaxshi qabul qilishdi. Shu bilan ertasi kuni ishxonaga kelganimizda menga shunaqa chiroyli gul qilib olib kelibdi. O'ta bermadilar, mana senga men gul olib keldim deb menga gul berdi. Ana. Dilay. Xudoy yoshingiz ulug' bo'lsin. O'sha Bobojonni aytgan ustozlarimizni iloyim yoshlarni sizga bersin dedilar. To'satdan o'sha ustozimiz bilan ham uchrashib qoldik. Ana. Rahmatjon bizani Xankada stadionda konsert qilib yurganimizda Rahmatjon bilan. Shunda Bobojonni aytdim-da, Bobojonni aytib pastga tushsak, biragala Gulsara dedilar. Qarasam bularning onasi nimalari bilan ikkalasi kelib meni quchoqlab o'p. Ular eshitgan ekan. Konsert qilib turgan ekanlar-da shu yerda. Teatrdan borib. Shu yerda shu sahnani zalni u yog'ida o'tirib eshitibdi, yugurib kelib, aylanib ketibsan, bo'yingdan aylaning qizim. Mendan ham yaxshi aytibsan, rahmat senga deb. Öp, ben duasını aldım. Xudoyim ömür uzun bo'lsin Xudoyim. Babaycanım, mehribanım, babaycanım. Kempir canım, mehribanım, canım. Hem mehribanım, haram canım. Sakalları silkildi yürügende. Bağrı dilim açıladı görgende. Hey! Moylavın burar ben saçımı örgende. Babay canım. Babay canım. Babay canım. Babay canım. Babay canım. Hey! Yaşayın. Kulbama hoş gelipsen, ibisen kurmagaysan. Sağınğanım bilipsen, ibisen kurmagaysan. Kulbama
xush kelibsan, ibisan kulmag'aysan, sog'inganim bilibsan, ibisan kulmag'aysan. Gullar terdim men o'zim, barglari tuzim, tuzim. Gullar terdim men o'zim, barglari tuzim, tuzim. Yol qarab ikki ko'zim, ibisan kulmag'aysan. Yol qarab ikki ko'zim, ey ibisan kulmag'aysan. Kızlar geldi seyrana, aklı huşum hayrana. Kızlar geldi seyrana, aklı huşum hayrana. Seni özün bir dana, ibisen kulmagaysan. Seni özün bir dana, ibisen kulmagaysan. Afeti can ekensen, murçemiyan ekensen. Afeti can ekensen, murçemiyan ekensen. Vesli cihan ekensen, ibisen kulmagaysan. Vesli cihan ekensen, ey ibisen kulmagaysan. İbisen, ibisen, ibisen kurmagaysan. İbisen, ibisen, ibisen kurmagaysan. İbisen, ibisen, ibisen kurmagaysan. İbi, ibi, ibisen, ibisen kurmagaysan. Safarboy og'a, o'zi umuman Rahmatjon Qurbonov shaxsi haqida ikki og'iz gapirib bering bizga. Biz Xivada meni ustozim o'sha kishi bo'ladilar. Rahmatjonning ustozlari. Biz o'sha paytlarda texnikum bo'lardi Xivada, 8-sinfni bitkazib o'qishga borganmiz. Xudoygan og'am rayon madaniyat uyining va qishloq madaniyat uylarining direktorlari ekan. Shu bilan bizlarni gruppa qilib Qaralpoqqa dekadalarga olib borib, shu festivallarga qatnashtirib yurganlar. Shu orada biz bordi keldi qilib shu oila bilan yaqin bo'lib shu paytda Rahmatjondagi o'sha holat, o'sha intilish, qiziqish bizga qo'shilib o'sha nimalarga borib kelgan Qaraqalpoqlarga. Shu paytlarda hali Quronboy Ahmedov degan ustozimiz bor, Xorazmda ashulachi. Shu billa bo'ldilarda Safarboy kelajagi bor yigit bu dedi. Bunda ko'rinib turibdi dedi. Hozir hali ishlasa qilmayapti bu. Hali ko'rasiz buni qanaqangi yaxshi san'atkor bo'ladi deb o'zlariga aytganman Rahmatjonni. Endi Rahmatjonni keyingi faoliyatiga men ko'p gapirmaydi. Sultonposhsha ayolimiz shu Lazgi ansambliga ishga kiradigan bo'ldi. Shu bilan Rahmatjon u kishini qabul qildilar ishga, ish faoliyatlarini davom ettirib, keyin bir 15-20 kunlardan keyin men bir kelsam, shu Sultonposhshaga ansamblda muhabbat degani shu bo'lsa agar degan bitta Muyassar Otajonovning she'ri bilan ashullarni marhib eshitib o'tiribdilar. Sel bo'lib ansambl chalayapti, Rahmatjonni o'zi maza qilib eshityapti-da. Ketindan yuragingiz toshdanmi ayting Ismoil To'xtamosh she'ri bilan yana bitta Rahmatjonning o'zlarining qo'shig'i bor edi. Uni ham ayttirdilar. Shu ikkita qo'shiqni sel bo'lib eshitdilar. Men shundan bildimki Rahmatjon muhabbatxon ko'p san'atkorlarimiz, ko'p qo'shiqchilarimiz bana Orta ekan, Bomurat ekan va hali ustozlarimiz ko'p bo'lganlar. Lekin ko'p ustozlar o'zlaridan boshqani eshita olmasdilar. Eshita olmaymiz dedilar. Lekin Rahmatjonda shunaqa go'zal fazilat bor ekanki, shu o'zi boshqalarni ham eshitib biladigan go'zal qobiliyati bor ekanda. Shuning uchun ham u kishi tarixga qiziqqan va ijodga qiziqqan, she'riyatga qiziqqan. Uni butun narsasi yo'q. Agar bir inson bu dunyoga kelib san'atda butun bo'lishi kerak bo'lsa, avaz aka men shu Rahmatjonni deb bilaman. Rahmatjonday o'sha musiqiy tomondan, ilmiy tomondan, ovoz imkoniyatlari, asarlarda mukammalligi, ko'p narsalar qilgan. O'zbekiston televideniyasiga katta meros yaratgan Bahramjon o'shaning tepalarida bo'ladi. U yog'ini Bahramjonning o'zlari aytib beradilar. Bahrom aka,
O'z-o'zidan Safarboy og'am sizga navbat berib yubordilar, ya'niki mani ishimni ham qilib yuboryaptilar. Endi televideniya xodimida bar mikrofonni ko'rgandan keyin ilhomi keladi. Mayli, bu balkim ramziy ma'noda to'g'ridir. Chunki ko'plab dasturlarda shu insonning ishtiroki va umuman o'zi Xorazm elidan kelib Toshkentda non topishni o'zi bilasiz, qanchalik qiyin ekanligini. Vaqti zamonasida Komiljon Otaniyozov O'zbekiston xalq artistiga san'atni nonini yeyish uchun toshdan, temirdan hattoki tishi bo'lish kerak insonda degan bir gaplari bor-da. Endi shu gap bevosita shogirdlariga ham taalluqli. Keling deb hech kim quchog'ini ochib turmaydi Toshkentga. Qachonki sizda haqiqiy san'at bo'lsagina bu tosh shahar sizni qabul qiladi. To'g'rimi? Xonishda aynan ularni yana ham keng diapazonlari ochildi nazarimda. Marhamat, o'zingiz ayting. Endi Muhabbatxon, men sal vaqtliroq boshlamoqchiman gapimni. Rahmatjon torni ko'tarib telestudiyaga kelgan mahalda men ham institut bitirib telestudiyaga kelganman. Do'stlik o'shandan boshlangan. Bu men yangi rejissyorman, u chiqishga intilgan. Ana shundan do'stlik boshlandi. Juda ko'p ko'rsatuvlarga chaqirishni boshladim. Mana bu hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham shu Navro'z restoranida yozgan qo'shig'imiz doim ketadi. Xursand bo'laman o'shanga. Endi Rahmatjonni sekin ko'rsatuvga chaqirib borganimiz sababi masalan men Xorazm ijrochilik yo'lini, Xorazm ijrochilik san'atini to'liq tushunmasligim mumkin. Toshkent Farg'ona yo'li bo'lsa uni boshqa gap. Shunda Rahmatjonni yonimga oldim. Rahmatjon bilan suhbatlashgandagi gaplarimiz bitta daftar to'la. To'la. Shuni olib kelsam bo'lar ekan, mayli, bir kelganda ko'raman. Yarmi hazil, yarmi chin bir gap bor, Muhabbatxon. Agar joiz bo'lsa aytaman. Xorazm ashulachilik san'atiga, Xorazm ijodiyotiga qo'l urgan odam Amu daryoni suvini ichgan bo'lish kerak. Deyishadi. Ko'rdingizmi? Mana Rahmatjonni sekin-sekin sinab bordim. Daftar yarmiga borganda to'xtadim. Rahmatjonni boshlovchi sifatida men foydalaning undan. Chunki kelgan xorazmlik san'atkorlar bo'lsa bemalol gaplashadi. Birinchi ko'rsatuvimizni Saodat Qobulova va G'ulomjon Hojiqulov bilan birga o'tkazdik. Shundan keyin sekin ko'rsatuvni zamonlashtirishga, ya'ni yoshlarni qo'shishga harakat qildik. Shundan keyin ko'rsatuv Xonish nomini oldi. Xonishga Rahmatjonga aytdim o'sha paytlar, Rahmatjon shunaqa. Og'a dedi, mayli dedi, men harakat qilaman. Bilaman, sen shuncha kuzatdim, sinadim. Rahmatjonni uyiga kirganingizda, hozir men taxminan aytaman, o'sha etak tarafda bolxona bor edi, 2 qavatli. Repetitsiyamiz o'sha yerda o'tardi. O'sha yerga hammani chaqirardim, o'sha yerda o'tardi. Tinchgina, yaxshigina Rahmatjon joyiga qo'yib berardi. Har bitta ko'rsatuv Muhabbatxon bilasiz, mana necha yildan beri ko'rsatuv qilasiz. Havasim keladi. Shuni aytmoqchimanki, bitta ko'rsatuvdan ilhomlanib, keyin ko'rsatuvni yaratsangiz, ashulama xonishlar, hofizlar xonish qilganda, aytish shu. Mana bularni ukasi bor. Tarannum. Qarang. Biridan biri olib yaratib keladi. Tarannumga ham juda ko'p ixlosmandlar keldi. Ana shunda Rahmatjondan o'rgangan narsalar. Chunki Xorazmda mana shu to'rimda o'tirgan qizimiz bor. Gulsaraxon. Gulsaraxon kelganda ham ko'rsatuv juda ko'p xatlar shunga shu qizga kelardi. Men xursandman, mana hozir davrada o'tiribdi. Yaqinda onajon sensiz degan ashulasini eshitdim. Mana shunaqa san'atkorlar, mana shunaqa akalar bilan bir zamonda ishlaganingizga bir xursand bo'lasiz-da. Iloyim mana shunaqa san'atkorlar san'atni yana o'z holiga olib kelsin, o'z joyiga olib kelsin. Rahmat. San'atni joyiga qo'ysin. Rahmatjonni oxirati obod bo'lsin. Yaxshi odam edi. Faqat yaxshi kunlarda eslaylik. Kelganingiz uchun tashakkur ustoz. Rahmat. Endi aytdim-ku, sizlar televideniyani tirik arxivlari sizlar. Rahmat. Sizlardagi insonlarni chaqirmasak, bu insonni asl holicha biladiganlar kam. Shuning uchun ham mana Xorazm elidan kelgan hali professor, olimlar o'tirishibdi. Bular o'zini talqinicha hali kashf etganlarni hali aytishadi.
va bugun shunchaki rahmatshunos odamlar kerak emas xalqqa. Bugun chin dildan uni ijodini alohida bir hodisa ekanligini o'zbek san'atida nima uchun Dovudiy ovoz sohibi ekanligini ta'kidlab beradigan bizga zukko zakiy olimlar kerak. Bu Rahmatjon Qurbonimiz shunchaki davrasi emas bu. Bu xalqqa aytiladigan oltin fondga yoziladigan ko'rsatuv bu. Shuning uchun ham daxldorlik hissimiz ham bor. Xo'sh, Gulsaraxon. Hozir endi qo'shiq haqida navbat berib ketdilar. Birinchi qo'shig'ingizni eshitib, keyin sizdan so'zni eshitsak nima deysiz? Marhamat. Netay ona sağınıp kalsam, hayal sürüp çerçesem talsam. Netay ona sağınıp kalsam, hayal sürüp çerçesem talsam. Yaşamak sensiz, majruh yürek ingragay unsiz. Kıyın iken yaşamak sensiz. Yaşamak sensiz, majruh yürek ingragay unsiz. Kıyın iken yaşamak sensiz. Yaşamak sensiz, majruh yürek ingragay unsiz. Kıyın iken yaşamak sensiz.
yaşamak sensiz qiyin ekan, yaşamak sensiz qiyin ekan, yaşamak sensiz. Rahmatjon Qurbonov ustozim haqida gapiradigan bo'lsak, 1999-yili Toshkent davlat konservatoriyasida o'qir edik. Mana Shavkatjon biladilar. 2-kurs talabalari edik. O'sha yili Yunus Rajabiy nomidagi 5-respublika maqomchilar ko'rik tanlovi e'lon qilindi. O'shanda har bitta chiqadigan nimasida o'zini programmasi bo'ladi. Dasturi bo'ladi, ha. 3-chi eng oxirgi dasturida o'sha bastakorlar ijodidan har kim o'zini yaxshi ko'rgan bir qo'shiqni ijro qilish, asarni ijro qilish joyi bor edi. Men shunda Komiljon Otaniyozov musiqasi bilan Oshiq G'arib va Shohsanam dostonidan Naylayin qo'shig'ini yaxshi ko'rib, bo'lmasam Naylayni endi ustozimiz Olmaxon opa ijro qilganlar. O'sha kishining asarlarini desak ham adashmaymiz, ustozimiz joyga qo'yib ijro qilganlar, lekin men nimagadir shu qo'shiqni Rahmatjon Qurbonov ijrolarida o'rgangim keldi. Va o'sha Lazgi ansambliga ustozimizni qidirib bordim men. Ustozimiz Rahmatjon Qurbonov qidirib bordimda, ustoz menga shu Naylayin qo'shig'ini o'rgating dedim. Keyin Rahmatjon Qurbonov ustozim aytdilarki, Gulsaraxon, bu qo'shiqni agar o'rganadigan bo'lsang, avvalambor birinchi bu qo'shiqning tarixini o'rgansan dedilar. Men senga buning tarixini aytib beray, buning kelib chiqishini o'rganigin, bilgin, tushungin. Undan keyin bu qo'shiqni men senga o'rgataman dedilarda. O'sha yili 99-yilda ustozim bir Lazgi ansambliga 2 martami, 3 martami bordim. Aytib berdilar, zapis qilib berdilar. Men bu qo'shiqni o'rganib, o'sha yili Yunus Rajabiy ko'rik tanloviga qatnashib, yaxshi bir muvaffaqiyatli 2-o'rinni egalladim. Kani şirin bile barha Kani Leyli, kani Mecnun, kani şirin ile farhat. Alar vütti bu alemdin, bu alem bir vefadiller. İtini hak bağıyla ki meşrep közüne sürdü. Anida geldi kulağıma, bu közge tutuyor dirler. Avaz ekan, endi bilasizmi, Xorazmdan juda ko'plab mashhur, ma'lum insonlar chiqishganda, lekin bu ma'lum va mashhur insonlarning hammasi ham yashab ketavermaydi. Xalq o'zi chertib, tanlab qalbiga solib qo'yganlarni xazina sifatida asraydi-da. Lekin Rahmatjon Qurbonov shularning ichida alohida bir xazina, to'g'rimi? Endi Rahmatjon haqida qancha gapirsak oz deb o'ylayman. Biz Rahmatjon bilan hali o student bo'lmagan paytda, hali konservatoriyani talabasi bo'lmagan paytdan do'stlashganmiz. Keyin talaba bo'lib kelgan paytida bitta xonada yashaganmiz. Yotoqxonada, общежитие derdik, Beshyog'ochda.
bitta xonada yashaganmiz. Man akademik xonandalik yo'nalishida o'qiganman. Rahmatjon an'anaviy yo'nalishda o'qigan. Yashashga shoshilardi har doim. Vaqtini uyquga yoki bekor bir narsaga hech qachon o'tkazishni xohlamas edi. Albatta har 5 minut 10 minut bo'sh payti bo'lsa ham bir kitobni olib shuni mutolaa qilib o'tirardi, kitobni o'qib o'tirardi. Shundan keyin men tushundimki, bu ashulalarida har xil she'rlarni olib ashula qilmas edi. Buni yuragiga yaqin kelsa shu she'r, shu she'rda chuqur bir ma'no bo'lsa agar, shu she'rni qo'shiq qilardi, ashula qilardi. Rahmatjonni mana hozir aytish joiz bo'ladi. Bir oyda bir marta Xorazmda mehnat faoliyatini olib borayotgan paytda ham bir oyda bir marta kelardi-da, kelishdan oldin Xorazmdan turib telefon qilardi. Avaz jo'ra, ha desam, men ertaga boryapman, traditsion oshimizni qilamiz. Soat 10da kutaman seni. Namuncha 10da desam, 12da osh suziladi, 2 soat sen bilan gurunglashib o'tiraylik derdi. O'tirib, gaplashib, qanaqa yutuqlarimiz hammasi haqida gaplashib o'tirardik. Mana shu narsa hozir davom etyapti. Yashang. Peri nazından aman aman, gel yanıma gel beri, nazından aman aman, güze küteryen peri, nazından aman aman, gel yanıma gel beri, nazından aman aman. Küteryen peri, nazından aman aman, gel yanıma gel beri, nazından aman aman, güze küteryen peri, nazından aman aman, gel yanıma gel beri, nazından aman aman. Küteryen peri, nazından aman aman, gel yanıma gel beri, nazından aman aman, güze küteryen peri, nazından aman aman, gel yanıma gel beri, nazından aman aman. Küteryen peri, nazından aman aman, gel yanıma gel beri, nazından aman aman.
Mana shu qo'limdagi dutor juda tabarruk. Men uchun juda ko'z qarachig'imday asraydigan juda tabarruk dutor. Bu meni otamni menga bo'lgan sovg'alari. Menda bitta ma'lumot bor-da. Qarang, bu inson Dovudiy ovoz sohibi degan unvonni olganda hamma hayron bo'lgan ekanda. Nima bu unvon? Nima degani u Dovudiy? deb hayron bo'lgan ekan, hayratda qolishgan ekan. Va buni usta shu suhbatlardan birida aytib ketadilarki, shuni Xivada nusxasi saqlanadi, lekin asl nusxasi sizda ekan. O'g'irlab olganmisiz yoki sizga o'zlari berganmilar? Yoki bir niyat qilib olganmisiz? Qo'limda mana shuni ko'rsatib qo'ying. O'g'irlamaganmisiz ishqilib? Yo'q, shuni Hayır. mana rasmim bor buni ko'p internet orqali mana shu rasmni ustanim menga berib turgan sovg'a qilib turgan shuni nimasi bor? Ustozni soqqalarini qo'yib shu banisadan chiqib, ya'ni ertangizda mana shu Zaripboy ham shunga guvoh, Otabek ham shunga guvoh, shu rasmni o'zi Otabek ham olgan. O'g'irlanmagan bu. Shunda buni ustoz qaysi bir ma'noda berdi? Ravshanbek, sen internet bilan shug'ullanasan hozir. Shu ko'p odamlar Dovudiy ovoz sohibi deb Rahmatjon o'ziga o'zi nom qo'yib beribdi. Degan maqsadda shuni sen targ'ibot qilma, o'zim qilib beraymi yo'q, 83-yilda mana 15 odamni qo'li bilan. Bu Davud pirimizni ovozi shu daraja baland bo'lgan ekanki, shunda men qiziqdim shu narsaga. Nima uchun Dovudiy ovoz sohibi berilgan degan narsaga qiziqsam, shu azon aytgan paytida Daraxtlar egilib, tog'u toshlar chidamasdan qo'ylar bilan bo'rilar quchoqlashib yotadi ekan, mast bo'lib. Ovoziga. Osmondagi qushlar muallaq turib qolar ekan. Mana shuning uchun ham bu konkursda shunaqa bir baland ovoz chiqib qolgandan keyin bu yerda o'tirgan ustozlar, professorlar, o'tib ketgan ustozlar mana nom yozib qo'ydi hammasini. Shular har kim birinchi o'rin, ikkinchi o'rin beraveramiz. Lekin bu o'zgacha ovoz bu deb turib Dovudiy ovoz sohibi deb mana ruscha yozib qo'yibdi. Shu narsani men ko'p yerda aytib berayman, shuni uyimni to'rinda qo'yibman mana. O'zim men uchun bir tabarruk ustozdan esdalik bu. Ko'p menga muzeylarga so'radilar, boshqa yerga so'radi. Bermadingizmi? Yo'q. Shuning uchun o'g'irlab olganim yo'q. Ustoz qo'li bilan berganlar buni. Hech kim ham bir qo'lidagi torni endi torni hamma meda. To'xtab turing. Qani tor? Siz menga aytdingizki, Rahmatjon Qurbonov o'g'limni to'yiga borgan chog'larda menga tor sovg'a qilganlar dedingiz-a? To'g'ri. Qani o'sha tor? Olib kelmadingizmi? Bor, tor nima gap kelmadi. Olib keldingizmi? O'zim kelamanda torni olib kelmayman mag'i. Yashang unday qoyilay. Olib keldim. Qani ko'raylik, bu Rahmatjon Qurbonovning o'z qo'llari bilan topshirgan torlari. Albatta, mana qoyil. Mana shu ustani sovg'a qilgan tori shu. Yashang. Mana shu Xudo xolasa ko'zim ochiq vaqtimda baholi qudrat qo'limdan kelgancha sizlarga bir tor beraman deb aytganman. Shu uchun meni o'tib ketgandan keyin uyimga borib tor so'rab yurmanglar, ustaning tori bor deganman hammasiga. Shu uchun mana shu qo'limdagi tor, meni torlarimni hammasini odi bor. Bulbul degan torimni va To'lqinbekka nasib qildi. Bu shamol degan torim, ya'ni harakat. Shamol san'atkorlarning piram hisoblanadi. Mana shu shamol degan torimni sana bugun tug'ilgan kuniga sovg'a deb hisoblaymiz. Zarif aka, halidan beri Zarifjon deyishyapti. Endi muxlislar hayron bo'ladi, Zarifni o'zi yo'q, gapirishyapti deb. Xo'sh, marhamat, ustoz haqida qaysi gaplarni eng qaymog'ini olib gapirib bilasiz? Men ustoz bilan 1989-yil tanishganman. O'zim izlab kelganman uylarda. Shunaqa. Siz Samarqandliksiz? Ha, Samarqanddanman. Shu Samarqandga endi bu ustoz 83-yillari o'zi televizorlarda ashula aytib chiqdilar-ku, endi undan oldin chiqqanlarni men bilmayman. 83-yillari o'sha mastonalargalarni aytib chiqqan vaqtda
Şu vaqtlar ham yoshligimizda ashula aytib yurardim. Ustozni ko'rgandan keyin men endi tinchim buzildi. Bu o'sha vaqtdan beri. O'sha vaqt yo 8 yo 9-sinfda o'qirdim. U ovozni eshitgandan keyin men bo'lmasa 8-9-sinf bola hali nimam yo'q. Musiqada bir Ilmingiz yo'q ilmim hali. yo'q, bu joyda o'qimayman bu sohada. Lekin aytib yurardik bu yoqda, maktabda. Keyin shu 89-yil men o'zim izlab kelganman ustozni. Uylarida izlab kelganman. Birinchi eski uylarga kelganman, Siyalkovskiy degan ko'chada. U yerda qo'shnilarda keyin chiqib uylarini aytgan borib usta bilan tanishganman, uylarida keyin o'tirib ashula aytib ko'rganlar bana. Men eshitdim, Rahmatjon Qurbonovni chin shogirdlari emas, chin o'g'ilday mehnatlarni qilgan inson Zarboyag'a deganini eshitdimda kecha Ravshan akam aytdilar shu narsani. Shu uchun savolni chuqurlashtirib beryapman. Qanchalik sizga qiyinligini tushunaman. Demak, siz bir o'g'illaridek xizmatni qilgan ekansiz. Rahmat sizga. Xo'sh, Endi ustozga qancha xizmat qilsak ham. albatta. Teşeb yar nere borasiz, qalam qaşildar nere borasiz. Qadam basib bir maydagina ko'zlari xumor nere borasiz. Qadam basib bir maydagina ko'zlari xumor nere borasiz. Teşeb yar nere borasiz, qalam qaşildar nere borasiz. Qadam basib bir maydagina ko'zlari xumor nere borasiz. Qadam basib bir maydagina ko'zlari xumor nere borasiz. Teşeb yar nere borasiz, qalam qaşildar nere borasiz. Qadam basib bir maydagina ko'zlari xumor nere borasiz. Qadam basib bir maydagina ko'zlari xumor nere borasiz. Teşeb yar nere borasiz, qalam qaşildar nere borasiz. Qadam basib bir maydagina ko'zlari xumor nere borasiz. Qadam basib bir maydagina ko'zlari xumor nere borasiz. Qilmishi azar nere borasiz, sizsiz qoldi tar nere borasiz. To'lqinjon, dasturimizda xush ko'rdik. Xorazm elini bulbullari haqida gap ketganda bevosita barchamiz
bugun san'at maydonidagi o'ziga xos bir o'ringa ega bo'lgan To'lqinjon Jabborovni albatta chuqur hurmat bilan tilga olyapmiz. Va sizdagi hurmat qiladigan yana bir jihatim shu o'tgan jamiki ustozlarga nisbatan sizda hurmatingiz boshqacha. Har bir odam o'zi yuragida ustozlarimiz shunaqa bo'lgan hammasi. Qolaversa meni bevosita mana shu o'zimning ustozim ham Rahmatjon Qurbon opam o'ta darajada vatanparvar inson bo'lgan. O'zini tug'ilib o'sgan yurtini shunaqangi ulug'lab, ardoqlab bir nechta ashulalar bor Xiva haqida. Misol uchun bir quduqdan olamga nur taratgan Xivomsan degan ashulasi bor. Yoki bo'lmasam Xivom o'zing kindik qonim tomgan tuproq, sanga bo'lgan mehrim cheksiz Alloh guvoh degan ashulalari bor. Endi bevosita bizlar ham shu ustozlarga havas qilib shu mana bir Xiva haqida o'zimni tug'ilib o'sgan yurtim haqida ashula qilishim kerak degan niyat bilan yurardim. Xudoga shukr. Endi mana Alloh yetkazdi shu narsaga. Shuning uchun shu ustozni eslab, ustozni o'gitlarini eslab mana shu Xiva gal ashulasi bilan shuna ijro qilishni ma'qul topdik. Bu ham shu ustozlarga bo'lgan bir hurmat. Hurmat, albatta. Ketdik ha. Bulayın desen mi ma? Bulayın desen mi ma? Xivaga gel, Xivaga. Yazarlı Dasturxan. Xivaga gel. Koymisan Xivaga gel Xivaga. Ayana çaldım koymisan Xivaga gel Xivaga. Xivaga gel Xivaga. Mucizevi Xivaga. Görmeke havas dünya Xivaga gel Xivaga. Xivaga gel Xivaga. Köle kadim Xivaga. Düşemesiler rüya Xivaga gel Xivaga. Xivaga gel Xivaga. Xivaga gel Xivaga.
marhamat To'lqinjon. Sog' bo'ling. Ataylab mana shu ko'rsatuv uchun Xivadan uchib kelgani uchun ham tashakkur sizga. O'zi Xorazm maktabi, Bahrom aka siz ham bilasiz, bu alohida bir maktabda o'zi To'lqinjon. Safarboy og'a. Sizlarda o'sha maxtum qulilarga ko'proq murojaat qilish, klassik adabiyotga ko'proq murojaat qilinishi bu faqatgina foydadan xoli emas. Mana hozir mikrofonni olasizmi, Sultonposh opa? Aynan mana shu qo'shiqni ham siz Rahmatjon Qurbonovdan so'rab olgan ekansiz, a? Iltimos, shu qo'shiqni men ijro etay deb. Marhamat, o'zingiz aytib bering shuni. Bir necha yillar Rahmatjon bilan ishladik Lazgi ansamblda. Aha. Shu Lazgi ansamblga umuman filarmoniyaga ishga kelishim shu Rahmatjonni xizmatlari juda katta. Men o'zi 10 yil maktabda ishlaganman. Shu maktabda o'tirib ham shu 3 oy kanikullarda televizorga chiqib nimalar bilan kompozitorlar bilan ishlab qo'shiqlar yozib, keyin televideniyada yarim soatlik 40 minutlik konsertlarim berib turadim, o'ralagan davri, eslasangiz. Shu paytlarda ko'rgan ekan, televizorda ko'rib meni, keyin chaqirib oldi. Og'a bilan uylariga bordik. Opa keling, biz bilan ishlang, birga ishlaylik deb. Bir Xorazmcha nimalarni ham eshitgan laparlarda. Demak, uzr so'rayman Sultonposh opa, siz maktabdan birinchi bo'lib katta sahnaga olib kelgan inson bu Rahmatjon Qurbonov. Shu Rahmatjon bo'ladi. Sultonposh O'tayeva Rahmatjon Qurbonovning kashfiyoti ekanlar unda. Ya, qoyil. Shunaqa qilib keling birga ishlaymiz deb. Shu ular taklifi bilan men maktabdan bo'shab tez o'zi shu kerak edi menga. Maktabda o'tirsam ham kallada qo'shib turardi-da. Endi til adabiyoti bitirganman, diplom olganman, ishlashim kerak deb bir 10 yil amalladim, ishladim. Lekin hayolimda qo'shiq turardi. Har kanikulda borib qo'shiq yozaverardim, o'rganaverib, televizorga chiqaverardim. Hech kim meni o'qituvchi deb o'ylamasdi baribir. Shu bilan Rahmatjon shu keling dedi. Darrov kelib bir kunda ishga o'tib, o'sha davrda o'lmas aka rahbar bo'lib keldi. U ham meni baxtim. U ham ketmang dedi, birga ishlaylik dedi o'z yoniga chaqirib. Shu bilan ishlab ketdik, birga ishladik bir necha yillar. Rahmatjon bizga rahbar edi shu Lazgi ansambliga.
Yüreğiniz taştan ayting, yüreksiz ey pervayı felek. Yüreğiniz taştan ayting, yüreğiniz taştan ayting. Tutkuç vermez Kaysar dünya, dertli yanıp aytar dünya. Bilip koyun kaytar dünya. Yüreğiniz taştan ayting, yüreğiniz taştan ayting. Bilip koyun kaytar dünya. Yüreğiniz taştan ayting, yüreğiniz taştan Bugun studiyamizda olimlar, adiblar o'tirishibdi. Muhammadjon aka, men sizdan ilk marotaba eshitmoqchiman. Demak, bugungi davramizda Botir Zokirov institutidagi milliy estrada yo'nalishini professori inson qatnashyaptilar. Muhammadjon Otajonov. Endi biz jurnalistlar baholi qudrat bilganimizcha yoritamiz. Shogirdlar o'zini bilganini aytadi. Ilm nima deyapti Rahmatjon Qurbonov haqida? O'zlari tirik chog'larida ham shu kerakli narsalarni aytib ulgurdinglarmi yoki endi faqat o'limlardan keyin aziz qilyapmizmi? O'lding, aziz bo'lding deb. Muhammadjon aka. Endi Rahmatjon do'stimiz, og'aynimiz, biz birga ulg'ayganmiz, birga o'qiganmiz. Mana shu hozir mana Gulsar opam bobojonimni aytib o'tdilar. Bu bizni otamizni musikalari, Abdusharif Otajonov musikalari. Onamiz bo'lsa O'zbekiston xalq artisti ijro qilganlar, Bekajon Rahimova. Bekajon opani o'g'illarmisiz? Shu qo'shiqni mana o'zlari aytdilar, nimasini berdilar, duosini ham olibdilar onamizni. Endi shuni Rahmatjon bir komil inson deymizmi, butun inson mana aytyaptiki, bu odam nafaqat nima uchun O'zbekistonda yaxshi ko'rishadi. Chunki bu faqat Xorazmcha aytmagan bu yo'nalishda. Farg'ona, Toshkent yo'nalishida ham. Davudiy ovoz sohibini Xorazmcha qilib aytganingiz bilan beravermaydi uni. Chunki u Farg'ona, Toshkent yo'nalishida konkursda 83-yilda katta ashulalarni aytgan. U yerda zo'r hofiz Mahmudjon Tojiboyev bo'lgan. Ikkalasi aytishuv qilgan, rosa tortishgan. O'shanga mana shu Farg'ona, Toshkent yo'nalishlarini o'zini gapi, Rahmatjonning gapi. Menga dedi, avvalo Xudo, qolaversa mana shu ustozimiz Abdusharif Otajonov o'rgatganlar. Farg'ona, Toshkent yo'nalishi. Chunki uni mana bir kelib ketsin. Farg'ona tangatguncha, soya yeylar, shularni miromiga yetkazib aytgan yigitda u. O'shaning uchun Davudiy ovoz sohibi bo'lgan. Azaldan tau abad ko'nglim to'lmas ish bilan. Endi esa san'atshunoslik fanlari doktori Shavkatjon Matyoqupovdan marhamat, hech kim eshitmagan bir gapni ayting shu inson haqida. Bir muxlislarim mazza qilib yayrashsin. Mana bizni oldin konservatoriyada 50-xona bo'lardi. O'lmasaka yaxshi bo'ladi, men Gulsarajon. 50-xonada maqomni yoshlik edib Rahmatjon Qurbonov rasmi, Mahmud Tojiboyev va Abduhoshim Ismoilovlar o'sha 80-yil, 83-yil bo'lib o'tgan ko'rik tanlovni g'oliblarining rasm bo'lardi. O'shda endi bu kim desa, bu palankasi, bu palanka. Endi bizani yosh bola bo'lganmiz o'sha paytda bizga o'shalar shu simo bo'lganda maqomni ko'rinishi shunaqa bo'ladi, masalan, maqomchilar shunaqa bo'lishi kerak. Fenomenda o'sha maqomchilar shunaqa bo'lishi kerak. Keyin mana yaqinda konservatoriyadan ajrab bizani institutni alohida maqom instituti qilib ajratib olishdi va o'sha yangi rektorimiz bo'ldi Eldor O'rolovich. O'sha Eldor aka aytdilarki, har bir xonaga,
qaysidir ashulachini yoki sozandani ismini qo'yish kerak. O'sha masalan Palankasning xonasida, masalan Sadat Qobulovning xonasida yoki masalan Orif Almahsunovning xonasida, Berta Doindovaning xonasida deb turib o'sha xonalarni nomlash kerak bo'ldi. O'shanda hamma xonaga nom qo'yib ketayotganda to'xtaylar dedim, mana shu xonani Rahmatjon Qurbonov xonasi qilaylik. Men o'zim to'ldiraman ichini, rasmlar bilan, masalan kitoblari bor, ularning ijodlari bor, masalan o'sha nimalari bor, shuni qilaylik desam, bo'ldi, shuni bo'ldi. Rahmatjon Qurbonov qaytaga shu yerda ishlagan ham. Ishlaganda u konservatoriyada, o'sha konservatoriya paytida ishlab turib, o'sha joyda ko'pchilik shogirdlarni tarbiyalagan. Masalan, Mashrab Ermatovlar, mana masalan Erki Ro'zmatovlar, Maryam Sattorovlar, anaqa ko'p o'sha shogirdlari bor. Hozir kunda ham Nasiba Sattorovlar shularni tarbiyalab katta qilganlar. Endi hozirgi kunda ham ularning ijodlarini o'rganish kerak-da. Yo'q, konservatoriyada demak hozir alohida bitta xona Rahmatjon Qurbonov xonasi bor. Olqishlarimiz. Olqishlarimiz. Tashakkur sizga Shavkatjon. Sog' bo'linglar. Studiyamizda Nurahmat akam ishtirok etyaptilar. Bu kitob kimgaligini bilmayman-ku, lekin foydasi yo'q, baribir men tortib olaman. Chunki o'rganganman, har gal siz menga yangi bir kitob olib kelasiz tandirdan uzib. Nurahmat aka, endi siz ham mana shu shoirlar, adiblar va san'atkorlarning yonida doimo sizni ko'raman va bundan xursand bo'laman. Chunki siz shunchaki yurmaysizda ularning oldida. Albatta millat uchun, tarix uchun nimadir olib qolasiz. Xo'sh, Rahmatjon Qurbonovga tegishli nimalar bor arxivingizda? Aslida bu davrada o'tirganlarning ichida Rahmatjon Qurbonovga eng yaqinim men. Ana bo'lmasam, turinglar ketdik. Chunki biz bir mahallada o'sdik. Birga Matyusuf Xaratov nomidagi musiqa bilim yurtida o'qidik. Oldinma ketin. Keyin ular konservatoriyaga kirdi. Biz teatr va rassomlik san'at institutiga kirdik. Qadrdon bo'ldik. Hatto bitta ijarada uylarda ham turganmiz Urganchda. Hatto esimga tushdi hozir eski bir tori bo'lardi. Juda ham qadimiy eski tori edi. Shu torini men sotib olganman. Rahmatjon Qurbonov fenomeni bu shunchaki bir haligi yaxshi ijrolar uchun yoki yaratgan qo'shiqlari uchun yoki bizni mana bir ham mahalla bo'lganimiz uchun yoki ham qishloq yoki bo'lmasam ham yurt bo'lganimiz uchun emas. Alloh o'sha aytganimizdek Allohning fazli bilan bo'ladi hamma narsa. Avvalambor o'sha asli naslida bo'lgan. Avvalo ota bobolardan o'tib kelgan, nasldan o'tgan bir shunday bir haligi genetik bir xususiyatlar borki, Rahmatjon Qurbonovni ovozidagi shira, xonishlari, nolalari, dardi men o'ylayman xuddi bugun mana shu ko'rsatuvga sabab bo'layotgan bo'lsa ajab emas. Chunki ustoz Ortiq Otajonov aytardi, qo'shiqchi ko'p. Juda ham qo'shiqchi ko'p, lekin yoqimli ovoz kamda dedilar. Ko'rdingizmi? Mana shu yoqimli ovoz agar 10 ta bo'lsa ham Rahmatjon Qurbonov, 5 ta bo'lsa ham Rahmatjon Qurbonov bittasi, agar bitta bo'lsa ham yoqimli ovoz qanchalik bo'lishi kerak bo'lsa, qancha uni mezoni yoki bo'yi basti qanday bo'lishi kerak bo'lsa, marhamat mana shu Rahmatjon Qurbonovda, rahmatli Rahmatjon do'stimizda mavjud edi. Xorazm kuylari, sozlari va xorazmcha kuylaydigan o'sha zabonlarni o'zi bir boshqacha bir chiroyli-da. Sizni o'zingiz masalan shu inson haqida mana ko'p narsa maqolalar yozgansiz. Bu insonni qanchalik ovozni o'ziga xosligini aytib o'tyapsiz kitoblaringizda. Bugun unutmoq oson emas dasturida kitob ko'tarib kelyapsiz va bu kitobda men aniq ishonchim komil Rahmatjon Qurbonov haqida yana o'sha keyingi maqolalar, eng yangi maqolalar bor. Xo'sh, ustozni Xorazm san'atida emas, umuman o'zbek san'atidagi o'rni qanaqa? Masalan, men shu 1987-yildan buyon ustoz hayotlik paytlari deyarli 35 yil u kishining hayoti va ijodini kuzatib, shuning ularning bir tiriklik paytlarida menga bir qo'yib ketgan nomlari bor. Rahmatshunos Otabek deb. Shu insonning butun ijodini yig'ib katta bir arxiv, katta bir muzey qilganman.
Ushbu arxivdan dunyodan o'tganlaridan keyin shu Xivadagi muzeyga Toshkentda o'zlari umrlarining oxirlarida yashagan xonadonlarda bitta xonani ijodxonalarini muzey qildik farzandlari bilan. O'sha xonani bezadik arxivlarim bilan. Endi ustozning xonandalik, sozandalik, bastakorlik, nazm va navoda qalam tebratganlari, ularning yozgan ruboylari, g'azallari, muhammaslari, yozgan pesalari ko'p bora aytilgan. Lekin aytilmagan, esga olinmagan bitta san'at sohasiga olib kirgan yangilikni aytmoqchiman. U ham bo'lsa, Lazgi ansamblida ishlagan davrlarda shu Hazil Mutoyibaga monand bir hajvchi xonandalarni yig'ib qaytadan kasb qilganlar. Ya'ni gastrol safarlarda, konsert dasturlarida, to'y bazmlarda o'zlari bilan birgalikda shu hajvga mos xonandani o'zlariga jo'r qilib, ya'ni rahmatli Otamurod aka Hajiyevni, u kishini Otamurod Chapaqay derdilar. O'sha Chapaqayni yonlarida olib yurib, alohida ularga bir dastur, alohida bir chiqish qilib berganlar. Undan tashqari Komiljon Boltoyevni mana. Ular nafaqat bir el yurtga manzur bo'ldi, tezda xalqimizga tanildilar ham bular. 40 yil chertdi qo'lidagi torini, san'at uchun berdi dilda borini, yig'latsa ham bugun yosh u qarini, rahmatjonim ketdi dema Xorazm. Buyuklar o'lmaydilar, ular insonlarning, shogirdlarning, do'stlarning qalblarida abadiy yashaydilar. Yashang, rahmat, rahmat. Ben evvela ustozni bir qalbi toza, qalbında bir qara niyat bo'lmagan hech kim uni. Men shunday ustozlar bilaman. Shunday bizlara bir gün aytdi, Mirzobek dedi, sana navo kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa dedi, men javonim dedi. Shogirdni qishqirdi. Qachonki shu Mirzobek ağan keladigan bo'lsa da uya dedi. Bir nima so'rab keladigan bo'lsa dedi. Xohlagan narsasini ko'rsatasan, topib berasan dedi. Mana bu kitoblarim dedi, mana bu she'rlarim meni qilgan dedim. Ustozni shu yaxshi insonligi, shogirdlarga mehribonligi, shu yaxshi ko'rib qolganligi, shu ustozni joylari jannatdan bo'lsin. Bizlarni qo'llab-quvvatlab. Ustoz bilan biz men tanigan paytimda ustozni men o'zi Qoraqalpog'iston 4 tug'ilganman. Otajon akam ustoz rahmatli bilan juda ko'p biza o'sha otajon akamga meni rahmatli tog'am shofyorlari bo'lgan. Shu otajon akamning 24 Volgalari bo'lardi. Bir ketsalar 1 oy, 2 oylab ham o'sha tog'am o'sha shofyorlik qilib yurardilar. Ular ko'p xonadonimizga kelardilar. Otajon akamni yoniga 4 yilga kelganlarda men Rahmatjon akamni o'sha yerda hali 5-sinf qizman, shunda ko'rganman. Shunda ham salomlashib kirganmiz, Rahmatjon Qurbonov keldilar deb Xorazm daryoni buyog'iga o'tdilar deganlarda otajon akam juda katta baho bergan ekanlar. Shunaqangi meni shogirdim bor bugun deb hamma qo'shiqim san ayt Rahmatjon deganlardan. Men endi bu yerda juda ham ustozlar ko'p gaplarni gapirib o'tdi. Bularni eng bir kamtaronligini, eng bir insoniyatligini men bilganman. Biz mana turmush o'rtog'im bilan 2017-yil konsertga taklifnoma olib borayotganimizda bular betob bo'lib Hindistonga uchib ketayotgan ekanlar. Yarim yo'ldan uylaridan qaytganmiz, Qorasuvga borayotgan joyimda samolyot ichida o'tiribman deb samolyot ichida menga duo qildilar. Shunda ustoz qo'shiqlaringizni aytdim, o'zingiz chiqsangiz yaxshi bo'lardi desam, Xudo xohlasa Drujbaga konsert bersang, o'shanda kelib oldin qatorda o'tiraman deganlarda duo qilganlar. Ustoz oxiratlari obod bo'lsin. Juda ham buyuk inson bo'lganlar. Biza qiziqib o'zlaridan ruxsat so'rab, men 3 ta qo'shiqni aytganman. Turmush o'rtog'im bilan Bahrom akam aytganlardek, ayt shu duet bo'lgan, sen menga keraksan degan qo'shig'i aynan onalar yaxshi ko'rar ekanlar. Rahmatli, sen menga keraksan degan qo'shiqlarni ham biz duet qilib aytganmiz turmush o'rtog'im bilan konsertda va yana bizniki ajoyib, sizniki nechiksanni ham turmush o'rtog'im bilan bir kayfiyat bo'lsin muxlislarga deb ustoz o'zi ruxsatlari bilan duetini kuylaganmiz. Hozir biz shuni ruxsat bersanglar kuylab beramiz.
Habbil aka, eshitishimga qaraganda sizlarni oranglarda ham juda katta bir do'stlik bo'lgan ekan. Sizni asli kasbingiz boshxonachi, adashmasam. Lekin bu inson qo'shiqchi. To'g'ri, endi u insonni 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma yaxshi ko'rgan. Lekin siz ularni topganmisiz yoki ular sizni topganmilar? Davlat xizmatchilariga nisbatan mehrlari bo'lakcha edi. Buni menda o'zim guvoh bo'lgan video yozuvlari ham bor. Kerak bo'lsa o'sha Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr deganda o'sha borib kelgan paytlarim postlarga to'xtab qo'shiq aytib berib ketgan paytlarim bo'lgan. Chunki men xalqni farzandiman. Chunki sizlar borliklaringiz tufayli men shu 50 dan ortiq davlatlarda xizmat safarlarida bo'ldim. Oilamga hech qanaqa bir xavotir olib, ertaga oilam nima bo'ldi, yurtim nima bo'ldi degan bir tasavvur bo'lmagan menda. Erkin, emin-erkin yurganman degan fikrlarni aytganlar. Qolaversa, Xorazmda o'sha ish yuzasidan yurgan bo'lsam, 2002-yildan 2007-yilgacha ishlaganimda 14-yanvar kuni Vatan himoyachilari kuni borib, boshqona idoralariga aynan shu bizning tadbirimiz bo'lardi, shu tadbirga borib qatnashib, o'zlarini xolis va munosib xizmatlarni qilib ketardilar. Qolaversa, bu kishi o'zlarini ijodlaridan, o'zlarini faoliyatlaridan shunaqa bir mamnun bo'lib, xursand bo'lib, o'rtoqlashgan bir ayrim odamlar bilangina o'rtoqlashib, orom oladigan, dam oladigan odam edilar-da. Shunaqa bir vali inson edilar. Alloh rahmat qilsin. Bu kishidan biz qilgan xizmatlaridan mingdan ming rozimiz. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yaxshi rahmat. Rahmat. Külse cemalin mestaverge Külse cemalin mestaverge İşkinde gügen pervanelerge İşkinde gügen pervanelerge Men din doğur sen din cevap Men din doğur sen din cevap Canım tesettür cenavlerge Canım tesettür cenavlerge Yashaylar, yashaylar. Azizlar, suhbatimiz davom etadi. Sizlar ham men o'ylaymanki, menga o'xshab ruhiyatingiz va qalbingiz orom olyapti. Xo'sh, suhbatimizga somiy bo'lgan inson O'lmasjon. Sizni ko'rib, shu musiqa o'lmasligini, san'at o'lmasligini va inson xalq uchun, millat uchun chin ma'noda agar yaxshi asar qoldirsa, shuni o'lmasligini yana bir marotaba bir inson anglab yetadi-da. Siz Xorazmdansiz. Xo'sh, ustozni ko'p qo'shiqlarni aytasiz. Komiljon Otaniyozovdan ijro etasiz. Lekin shularni ijro etayotgan chog'da bir qalbingizda shunaqa bir hadik bo'ladimi? Shularni pardasiga olib bolarmikinman? Sizni ovoz pardangiz ham juda ham zo'r. Lekin shunaqa o'zingizda hadik bo'lganmi? Men yetkazib ayta olarmikanman? Shu ustozlar rozi bo'ladigan darajada, hech bo'lmasa yaqinlashtirib ijro qilar kammanmi degan baribir unaqa tuyg'u bo'lmasa, u san'atkor bo'la olmaydi. Albatta. Chunki har bir san'atkorning o'ziga yarasha bir yo'nalishi bor, o'zini qoldiradigan izi bor.
Mana endi Rahmatjon Qurbonov to'g'risida gapiradigan bo'lsam, mana hamma gaplar aytib bo'lindi. Hali buni gapirish uchun ham bir alohida 10 ta ko'rsatuv qilsangiz ham yetmaydi. Ustozni shu 83-yilda darhaqiqat konkursda g'olib bo'lganlarida o'shanda men havas qilganman. Birinchi 12 yosh bo'lganman unda. Chunki hali esimda. Onam rahmatli, qara ana Rahmatjon Qurbonov shunaqa bir katta ashulalarni aytib g'olib bo'ldi. Sen ham shunaqa bo'lasan, xudo xolasa deb onam menga niyat bildirganlar. Qolaversa mana hayot davomida ham men qissa qilib gapiraman. Biza Rahmatjon Qurbonovni shogirdlarimiz. Bevosita, bilvosita, chunki asarlarni o'rganib aytamiz haligacha ham. Hozir ham aytib yuribman. Hali ham bor rejamda. Ustozni biz qancha eslasak, qancha ijodlariga nazar tashlasak, o'rgansak shunchalik oz deb o'ylayman. Shuning uchun ruhlari shod bo'lsin. O'lmasjon, bo'lmasam keling, ustozni ruhlari shod bo'lsin, bir qo'shiq tinglaylik sizlar endi. Dasturimiz so'ngida aynan Rahmatjon Qurbonovni yaxshi ko'rgan insonlari 2 kam 90 yosh, qarang, biz bilan birgalikda miq etmasdan 2 soat studiyada o'tirish o'zi emas, azizlar. Kelinglar. Jabeki muxlislar nomidan boboyginamni ijro etib xalqning qalbida nomini abadiyatga muhrlayotgan inson, barchamizni yaxshi ko'rgan, chiroyli ko'zlari bilan dunyoni kuydirgan inson Gulsara xonim Yoqubovaga bizni chiroyli gullarimiz. Barchalarning nomidan. Keling, olib keling. Olib keling. Keling jonim mana. Keling. Keling. Gulsara opajon, mana jonim mana. Sog' bo'ling. Yaxshi qoling. Esiz barchasini qoldirib ortda umr o'tmoqdadir. Umr o'tmoqda. Oppoq tongni ulab tiyray shomga umr o'tmoqdadir. Umr o'tmoqda. Adashmadingiz. Umr bu qosh va qovoq o'rtasidagi bir zumlik, bir olam. Bu eshikdan kirdikmi, ikkinchi eshikdan chiqib ketamiz. Bizdan qoladigani faqat yaxshilik va ezgulik. O'ylaymizki, millatni, xalqni xizmatiga bel bog'lagan insonlarni yaratganni o'zi hamisha qo'llaydi va allada aziz qilib, xalqqa suyukli bo'lib suydiraveradi. Bugun biz xuddi mana shunday katta harflar bilan har bir insonni qalbiga yoziladigan va tariximiz zarvaraqlariga o'zbek san'atini, Xorazm san'atini ko'klarga ko'targan inson Rahmatjon Qurbonovni shirin xotiralar bilan, shirin entikishlar bilan yana bir bor yodga oldik. Ruhlari shod bo'lsin. Va o'ylaymizki, bugun gapirilgan barcha gaplarimiz albatta ularga ruhlarini yana bir marotaba shod bo'lishida yordam beradi. Didorlashguncha azizlar.